Shahruzi nimaga pardalarni to'g'irlab qo'ymadingiz? Hozir to'g'rilib qo'yma ojon. O jonim, qanaqasiz? Aha, xo'p. Nechiga tayyor bo'ling? 7ga. Hali ham eringiz bilan gaplashyapsizmi? Telefonda shuncha ish turganda. Xo'p ojon. Nima o'rnimni yig'yapsiz? Yotaman dedim-ku, boshim og'riyapti. Qanshimga qilmasam bo'lmaydi. Alo, Madina. O, Shahruza. Kelmasang bo'lmaydi. Ojon вообще ertalabdan hamma narsaga prezentatsiya qilyaptilar. Yo'q-e. Hamma ishimga aralashadilar. Erim bilan ham gaplashgani qo'ymaydilar. Ke bir narsa qilib gaplashib ket. Ha, xo'p, hozir boraman. Keldingmi? Biram jolimga tegib ketdilar. Keldingmi? Da, keldim, mam. Nima bo'ldi? Hozir sizni davolaymiz. Так хорошо поспала. Shahruza, O, keyin aylanib kelamiz. bo'ldi hozir. Sizlarni ham qandaylar shunaqa o'zgarib turadimi? Nima qilasizlar? Kommentariyada yozinglar.